Xo'p, o'quvchilar, bugun sizlar bilan vaqtni aytishni o'rganar ekanmiz. Telling the time. Men ingliz tilida vaqt qanaqa aytiladi? Buni birinchi bilish uchun biz raqamlarni yaxshi bilishimiz kerak. Raqamlardan muammo yo'q deb o'ylayman sizlarda. Bormi? Yo'q. Demak, qanaqa bo'ladi? O'zbek tilida birinchi soatini aytiladi. Masalan, deylik, soat 10:12 bo'libdi hozir. 10 dan 12 minut o'tibdi. O'zbek tilida qanday aytiladi? Birinchi soatini aytiladi. 10 dan 12 minut o'tdi deymiz, to'g'rimi? Ingliz tilida buni teskarisi bo'ladi. Ingliz tilida ya'ni 12 minut o'tdi, 10 dan kabi aytiladi. Yo'q, 12 minut o'tdi, 10 dan deb aytiladi. Bu qanaqa bo'ladi? Birinchi qiladigan ishimiz, birinchisi bilishimiz kerak bo'lgan bir nechta narsalar bor. Birinchisi bizda past degan narsa bor. Past. Bu o'tdi degani. To degani bor. To degani qoldi. Qoldi yoki takam degani. Takam. Takam degani hech kim degani emas. Takam bizda bor-ku, 20 takam, 15 takam, 10 takam deymiz, to'g'rimi? Xo'p, shular. Keyingi bizga kerak bo'lgan narsalar mana shunday. Keyingisi quarter. Quarter. Chorak degani. Chorak. Chorak nechidan nechi qismi edi? Nima aytadi? Matematikada chorak nechidan nechi qismi edi? 4dan 1. Bir taqsim 4 degani. Hop. Keyingisi half. Half degani yarim degani. Yarim. Bu nechidan nechisi? 1dan 2. Hop. Hozir shular yetadi. Yana qo'shimchalar bo'lsa kiritib ketaveramiz. Demak, qaranglar. Bizda mana 10 dan 14 minut o'tdi soat. 10 dan 14 minut o'tdi, to'g'rimi? Har doim soat it is bilan boshlanadi bo'ladi. It is. It is. Buni qisqartmasini yozib qo'yaman qavsiga. It's. It's deb ketamiz. Tushunlaringmi? Doim soatlar it is bilan boshlanadi. Xo'p. Keyin biz necha minut o'tganini aytishimiz kerak birinchi. Necha minut o'tibdi? 14 minut. 14 yozaman. 14 deyman. 14 minutes. Yo'q, 4 minutesini qo'yib turib, it's 14 deymiz, o'zi minutini yozish shart emas. It's 14. Keyin o'tdi deymiz. O'tdi nima ekan? Past. It's 14 past. Nechidan? 10. Bo'ldi. It's 14 past 10. Tushunlaringmi? Bu sal murakkab shakl. Endi dehqonchasi bor. Dehqonchasi ya'ni the easiest way to say the time. Ya'ni eng osoni mana bu yerga yozib qo'yaman. Eng osoni. Misol uchun 10 dan 15 minut o'tgan bo'lsa soat. Eng oddiysi. Bu hech qanaqa o'rganmagan bo'lsangiz ham bo'laveradi. Masalan, it is bilan boshlanadi. Endi it is deymanda 10 deyman. 10 undan 15 minut o'tdi. 15 deyman. Yo'q, past emas, hech narsa kerak emas. It's 10:15. 10:15. Tushunlaringmi? Lekin haqiqiy sal ustoz ko'rganligingizni yoki kursga borganingizni bildirish uchun sal nima qilar ekan? Mana bu yo'lni o'rgatib ishlatishimiz kerak ekan. Past o'tdi qilib. Xo'p. Soat 10 dan hop. 10 dan necha minut o'tdi? Deylik 25. Yo'q. 15 minut o'tdi deylik. 15. Yo'q, endi buni oddiy shaklda qildik-ku. Endi men
buni nima qilaman? It is deyman. It is. Necha minut o'tdi? Birinchi o'tgan minutini aytaman, ha? 15 deyman. 15 o'tdi deyman. Past nechidan? 10. Xo'p, endi qaranglar. 15 bu nechaga teng bolalar? 1 soat 60 minutmi? 1 soat 60 minutmi? 60 minut bo'lsa 15 minut nimasini tashkil qiladi? 4dan 1ni tashkil qiladi. Shu holatda men 10-15 ni nima deyishim mumkin? Boshqacha qilib. Endi bu yerda men aytishim mumkinmi? It's 15 o'rniga 15 4dan 1mi? Shuni quarter desam bo'ladimi? Yo bo'lmaydimi? Chunki chorak deganida, chorak. Sizlarga qanday tushuntirsam? Sizlar degan siz bo'lmaydi deb. Kitobimizni mana bu yerga chizib turaylik. Qarab turing. Mana bu soat deb tasavvur qiling. 4 deb tasavvur qiling, 4. Ha? 4 bor-ku, yeydigan 4. Xo'p, qornimiz och qoldi. Haligi tug'ilgan kun bo'ldi. Tug'ilgan kunda kechqurun yeyiladi-ku 4, to'g'rimi? Kechqurun ovqatlanib, uxlashdan oldin yeyiladi-ku 4. Keyin tug'ilgan kuningiz bo'ldi, siz qorningiz och qolib, yegingiz sevib ketdi. Nima qilasiz? 4 kishisizlar uyda. Keyin 4 ga bo'lasiz. Mana otamga, mana onamga, bu ukamga, bu menga deysiz-da. To'g'rimi? Siz mana bu qismini nima qilasiz? To'g'rimi? Janob bu qism bo'lmasin. Mana bu sizga bo'lsin. Mana bu sizga, mana bu deylik otangizga. Mana bu qismini nima qilyapsiz? Mana bo'yalgan qismini. Yeb qo'yapsiz, to'g'rimi? Yedingiz mana shuni. Mana shu qismini olib yedingiz. 4dan necha qismini yeb qo'ydingiz? 4dan 1 qismini. Nimaga? Mana bu yerda soat 12 bo'lgan. Endi tasavvur qiling, mana bu yerda 12. Mana bu yerga yetsa necha minut o'tgan bo'ladi? Mana 3 ga yetgan bo'lsa. 3. Demak 12 bilan 3 o'rtasi chorak ekanda. Chorak, quarter bo'lar ekan shu yer. Tushundingmi? Endi men 15, ya'ni 15 minut 12 dan 3 bilan orasi mana bunday-ku, to'g'rimi? Shunda chorak qismini bo'lyapti. It's quarter past 10. Tushundingmi? Hop. Endi 10'u necha bo'lsin? 20. Xo'p, 20. 25 bo'lsin. Hamma minutiga qo'yib chiqmaydi. 25. Nima deyman? It's hop, it's hop. Necha minut o'tdi? 25. Ha, past 10. Juda ham to'g'ri. Yaxshi o'rganmoqdilar. It's 25 past 10. Ondan tushuntirib olay mavzuni keyin. Xo'p, ondan 25 minut o'tdi deyapmiz, to'g'rimi? Hali o'rgangan narsamiz ko'pda. Xo'p, endi hali borda. Xo'p, endi soat 10:30 bo'ldi. 10:30 bo'ldi. 10:30 bo'ldi. Nima deyman? It's 30, birinchi 30 dan o'rganamiz. 30 past 10. Endi nima bo'ldi? 30 minut o'tdi undan dedik. Endi mana bu 4imizga qaytsak. 4imizni mana bu yerda 12 bo'lsa, mana bu yerda 6, mana yangisi, mana bu yerda. Mana bu 4 soatda bu ham bitta. Mana bu yerdan yeb tugat bo'lodingiz, to'g'rimi? Endi men ukangiznikini ham yeb qo'ydingiz-da. Ukangiznikini ham qo'ydingiz. Mana bu yerda 12 bor. 12 bor. Bu yerda-chi 6 bor. Demak, mana bu yerga kelganda necha qismini yeb qo'yapsiz? Yarmini yeb qo'yapsiz. Tushundingmi? Yarmi bu nima edi? Halfida, mana tepada ko'rdik. Mana yarim, 1dan 2dan 1. Ya'ni 2 ga bo'lib bir qismini yeb qo'ydingiz. Half.
Endi men xuddi shuni ko'chirib olaman. Ko'chirib olib turib qo'yaman-da. Mana bu 4 ning o'rniga nima deb qo'yaman endi? Half. It's 10:30. Bu eng keng tarqalgan so'z. Mana bu raqamlar bilan emas, mana bu yarim yoki chorak bilan aytishlik juda ham mashhur bo'ladi. It's 10:30. 10:30 bo'ldi degan. Tushunlaring? Xo'p, endi o'zbek tilida odatda nechidan boshlab takan boshlanadi? Ha. Ha, to'g'ri. Ana shu nechidan boshlanadi? Yo'q, odat yo'q, aniq qoidasi yo'q. Misol uchun 45 takam degan bo'ladimi? Aslida bo'lyapti. 40 takam bo'laveradi. Lekin o'zbek tilida odatda 20 takamdan boshlanadi-da. To'g'rimi? 20 takam. To'g'rimi? 30 takam demaymiz-ku odatda. 25 takam ham deymiz, kamdan kam. Tushunlaring? Demak, lekin ingliz tilida yarimdan o'tib qolsa, takam boshlanib ketar ekan bolalar. 31 minut o'tib ketsa, mana soat 10:30 bo'ldi, to'g'rimi? Endi 10:31 bo'lsa nima bo'lar ekan? Takam boshlanar ekan. Endi o'tdi deyamiz ekan, bizda holda turamiz. Birinchi it's deymiz. It's deymiz. Keyin nechiga nechi qolyapti bu yerda? 31 bo'lsa, 11 bo'lish uchun nechi qolyapti? 29. Ha? 29. 29 qolyaptimi? Endi qoldi deymiz. 2 deymiz. Nechiga? 11. 11 ga nechi qoldi? 29 takan 11 degan ekan. Tushunlaring? Xo'p, 32 minut o'tgan bo'lsa, mana bu yerda 29 emas, 28 bo'lib qoladi. Ketaveradi. Tushunlaring? Xo'p, endi 45 bo'lsin. 10 45 bo'ldi. 10 45. 10 45 bo'lsa nima deyman men? It's 15 to 11. To'g'rimi? It's 15 to 11. Ha, 11 ga 15 minut qoldi yoki 15 dakam 11 degan, ha? Endi mana shu yerda yana bir narsa bor. Mana bu 15 bizga nimaga tengidi? Yana 4 ga qaytaman bo'lmasa. Mana bu 4, butun 4. Hop, mana bu 4. 4. Boya endi 4 ga bo'ldingizda bu tomonlarni yeb tashladingiz, ha? Endi butun 4 ni bu tomonlarni mana bu qismini yeb qo'ysangiz nima bo'ladi? Mana bu yerda 9 bor. Mana bu yerda 12 bor. Mana bu qismini yeb tashladingiz. 4 dan 1 ni yordingizda yana 4 dan 1 quarter bo'lardi. Endi mana bu narsa nima bo'lib qoladi? 15 bizda quarter bo'lib qoladi yana. It's 15 emas, endi nima? Quarter bo'ladi. It's quarter to 11. 15 degan 11 degan. Faqat 15 ni o'rniga biz quarter ishlatyapmiz. Tushunlaring? 10 degan 5 degan bo'lib ketaveradi yani. Tushunlaring-a? Xo'p, endi ro'p qarasa nechi bo'ldi? 11. Ha, endi qo'yamiz. 11:00 bo'lsa, ha. It's 11 o'clock. Sharp bo'ladi. Sharp deganda rapparasa degan. So'ch uyingizdagilar aytadi-ku, "Soat 11:00 ga yetib kelgan, 1 minut aqay emas, baqay emas. Bo'lmasa iligingni sindiraman" deydi-ku, to'g'rimi? Asha rapparasa 11:00 da qotib qolishingiz kerak bo'lsa, sharp degani nima degan ekan? Rapparasa rovna degan ekan. Tushunlarmi? Xo'p, endi savol sizlarga. Menga
10'u yo'q 12 10 emas. Xo'p, 16 yu 20 yo'q. 39'u. Aytib berasizlar. Yozinglarchi. Hamma yozsinchi tekshiramiz. Va daftarga yozamiz. Daftariga.